Hammamizga ma'lum, san'at go'zallik demakdir. Endi bugungi mushuk kechirgimizga qadam tashrif qilgan barliq xonim qizlarimiz o'zidagi go'zallikka zoda qanday qaraydi? Agar bu mazmunga qiziqsanglar, dehqonlar tuvandagi itotto bo'lsin. Itot güzellik izleme o sende. Abdurri Avlikim Kelkün, rejissor Cüret Vahid, sahinde Hayrgül Hasan, Gülcaman Metniyaz. Adaş, bu kiyim çıraylık emas. Ma kiyimning ichidagi bunda badan çıraylık degine. Adaş, qaysi kino çalpını o'xshab qopdimi? Mush Koreya filmidagi mo'maylarga o'xshab qopdi. Adaş, mush Koreya filmidagi mo'maylarning qiz vaqtiga o'xshabsa, davatini. Rahmat Adaş. Adaş, senin kiyimlerin pek çıraylık mı? Nereden aldın? Türkiye'den aldırıp geldim 5 qor. Kaç pulken? Her bir kurçu $1000. Vah 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 Adaş. Bu kiyimler sana pek yarışıptı. Kudu padişahının çoğu kudunu okşap kapsın. Bu kiyimlerin sana yarışıp geçkinin Adaş. Kız gıdıklarım gitti. Vay Adaş, sen Koreya çolpun ne? Yasın eli. Bak koçunu çıkıp, qaysi erlerinin gözünü o çıkırıydı da çıkarsın. Vay can Adaş, mençe bu Koreyanın kiyimlerini giymesem mi? Aşı mini jigitlerinin jürikini köydürüp, kavap kılan kotuncu mu ben? Kavap. Ne kavap kıratken mi? Kavap mı? Ay, evimin torapaka dep verdi. Ali mektepçi qara, ondan xat yazgan. Mening erimning o azaldili ko'ngli past. O'sha faqat chiroyini tanlamayla, uning buning kuyib yuradigan bayq qo'ydi. Voy, ne Adaş. Onda dep ketme. Eringning ko'ngli past bo'lsa, sendek podshohning cho'ng xotiniga o'xshaydigan güzel xotin deb qo'ydi. Mening erimning og'u Adaş, mani uchrashdan ilgari ko'ngli past kentdi. Mani uchirgandan keyin toza igizlab chiqqan. Voy, canım Adaş. Eringning ko'ngli past bo'lsa, endi egizlimiga aşı qarının oq bo'lmaganimi tasmikin, por yog'och bigiz bo'lmas, past ko'ngil egiz deganda. O degening o to'g'ri jinim Adaş. Bo'lmasa, sening eringga o'xshash ko'rganlar ayollarga qosh etib, ko'p deb haqning erdim mushab yura o'qiydi. Voy can, bu gapni sen anladingmi? Voy, anladım Adaş, anladım. Eringning bu qilig'ini anglab bag'u qara. Sana shundoq ishim og'rib ketdi degine. Ay, ishim og'rib ketdimi, xo'shib ketdingmi? Oy canım Adaş, ikimiz shundoq yaqin do'st tursak, sana ishim og'rimay qandoqmi xo'shib ketay? Voy, undoq bo'lsa, qaqlab kulsan. Voy Adaş, meningcha, opirsiga ishim og'rib ketganda, shundoq kulgandek yig'layman degine. Voy, qarang. Voy, mo'yshtag'ishni chiqay yoshlarimga. Erkak deganning hammasi bor, xuddi sening eringga o'xshashdan ko'ngli past bo'ldi ekan, toza. Qanday qilamiz Adaş? Voy Adaş, voy kimbizni ayol kishi olsin debdi.
Oye adaş, sen padişahın çoğun kotundek yasını bilip neygi mangansın? Ben qo'shnam Rayhon og'rib qolgan, shuni yo'qlab kelay deb mangandim. Ha, eliqi boy boldum deb 32 sal kişinin hemmisini altın çıkıp algan. Voy, uning 32 kishi emas, aran 4 tane kishi altın. Pişikliqini. Hey, şunca ala pulu turup hemmisi altın kıvamay aran 4 sal kişini kıp algan. Adaş, senin agar Rayhondek puling bo'lgan bo'lsa, 32 kishining hammasini topqizib etib, ashu hammasini oltin qilib elib, yana men ikki qo'lig'ingni kesib elib, oltin qilib qo'ygan ekansa, Vay can adaş, pul degan nima bu? Xaslash kerak. Dunyoga olib ketkilib bo'lmagandan keyin, ha, mana endi o xenim ag'rib qapti. Ertaguncha u dunyoga ketib qolsa, ashu chiroyli yasigan uylari, ashu chiqqan mol dunyo, oltinlarning hammasi qoladi. Irvag'u yana xotin oladi. Raisni boshqa xotin ko'rdi toza. Voy adaş, pul deganni xaslash kerak. Voy, haqning pulini biz xashlamagan-ku adaş. Nega mangandi? Voy, Gulxon to'y qilmoqchi ekandigina. Qaysi Gulxon? Ahmaddan ajrashib, Samat tekkan Gulxonchi. Voy, u Samatdan qachon ajrashib ketgan? Ajrash qili endi 4 oy bo'lmay, bugun bor-ku, Mehmet bilan to'y qildi ekan. Mush ayollarning obro'yini tushirdigan, mushunda xotinlarning kelini siqib o'tirib qo'ysa deyman. Ya, adaş. Adaş. Ha? Bu birinchi yerga qechib tekkan, ha? U xuddi jilda agtish bo'ldi. Bodaklar agtishgan, ha? Shundaylar. Voy adaş, o o'z vaqtida otamiz qo'shilmay qechib ketgan. Oshunda xotinlarni vaqti adaş. Mush Voy, yerlardan yo'qitib bersak, Voy, ha? bo'ldi adaş bo'ldi. Voyjon, o'z vaqtida sen mehliq muhabbatingga qechib ketaylik desam, unmabdi ekan. Voy, adaş, voy, men qachayli degan bo'lsam-chi, pak muhabbatim uchun qachatdim degan, ha? Biroq bu xo'jam bog'u muhabbat uchun fidokorlik ko'rsatmaydigan go'shvosh chiqib qoldi. Kechashingda hozir qerim Tegdim toza. Erkeklerce kaşlarını koğlaydı. Sen onu koğlusan o elbet kaçırdı adaş. Voy, mende qizning qadriga yetmabdi-ku. Neyatki bir pak başdan to'y qildi u go'shvoshmi? Vay canım adaş, mence köydüm o muhabbetiminin kodunu. Pek sıraylık ya, pek sıraylık ya. Bunu padişahının küçük kutuları okşaydı ya. Adını sevdiğini okşamaydı ya. Hey adaş, nemüce qara. Sen to'y qilishdan ilgari uyga bervaga eliq yigitingning xotinini ko'rdim. Mush bek chiroyli ekan, Koreyaning qiz cho'lponlariga o'xshaydi ekan. Haqiqat cho'lponning momisiga o'xshamaydi ekan. Kim çolpanın mamısına okşaydı ya? Kim podshoning qiyqotiniga o'xshaydi ekan? Hey, kim çolpanın mamısına okşaydı ya? Kim podshoning qiyqotiniga o'xshaydi ekan? Dilime çıkırdım abi. Yatqamaysan, bo'sh ko'ryapsan deymi? Ay muşu bazı xotinlar var o. Çarbazadın bazı çıkan saf giyimlerini seçivilip Türkiye'den dolar kaçtap aldığın da kiram tuttu adamın korkusu. Voy, shuni demamdigan. Ma ba'zilarmichu, ma hayaribudi so'rab sotadigan 5-10 ko'yliq axlat kiyimlarni ustiga atil. Suriya cho'ponlari o'qishib ketishlarchi, ma qo'g'amni yigit. Nimdak aç kapaktan su tükürgende kakıldağa vursa cinim çıkırır. Voy, adaş, menchu, ma eriga chiroyli ko'rinimiz deb yasnib jafo tortib ketayotgan ayollarga ichim og'rib, yana kulgandek yig'layapti. Oy, bo'ldi qila adaş. Onu mu dedik, bunu mu dedik? Aşu ayollarning uchun dadi bo'lsa kerak. Ma erim talaq qarab qolmasa onda başka qarqlar yandı yasındıgan duva qachon. U deganing mugo to'g'ri adaş. Demisimi hozir qayerlar, ma o'zing uyda o'ltirib, ma talad ko'yning darisiga qaraydigan bo'lib ketyapman-ku. Ay jinim adaş, bunu bir deme. Men şu bu kiyimlarni şu Koreyaning deb kiyim emasmi? Voy, men Turkiyaga oldirib keldim deb ko'nglimni xo'sh qilsam qanday qilaman? Adaş, Adaş. adaş. Voy, adaş. Voy, adaş. Erim xop qiyotgan o'xshamamdi. Ha, ben xop qiyotdi. Qanday xop qiyotdi? O meni burunqidek yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qoldi. Hey, bir kun birga o'ltirsak, bir eg'in gapim yo'q. Shuning adaş, taloq qaramdiki deyman. Cho'qim taloq qaraydi. Ma mening erim uchun nima kiysam, va yarashmabdi deydi. A billi taloq chiqsa, ma ko'zning quyrugidan boshqa ayollar qarab ketib qoldi. Cho'qim taloq. Adaş,
Onun üstüge var o hazırki küçük kızlar pek yaman bop gitti, pek yaman bop gitti. Sırayla bu ne şunlar? Rast adaş rast. Şuncu biz çıraylı kırımlarını kılıp, çıraylı kiyimlerini kiyip, o şunlarga yerine bir kapı koymasımız gerek. Toğra adaş. Adaş. Biz erkek degen bağı, biz qeyrgan seni yaş kızlar amraqıp qalgan gepke. Çünkü biz özümüzü kızlardek yasap, bunda ularning ko'nglini o'tishimiz kerak. Toğra. Burakçı, mening erim bağı. Hey, sen degan ishki baldın anısı, yaş kız valada kiyimlerini kiyip ama özenge xas, çoğ sifat kiyimlerini kiy deydi. Lekin öz aşındaq kiyingenlerin közünü üzemeydi. Adaş, ularning bizni oniga o'xshatgani, mo'mayga o'xshatgani jinim adaş. Hey, bizim erimi bağı. Hey, o ya bir yerimde yapıdığın kimi kiysen babamda közümde behtet görüp silkense deydi. Oy toğra, adaş. Buruncu, biz bileklerimizin bucugunu görüp kalsa, ocan, acep yumuşakken, acep yumuşakken. Gel gidersin o. Bana. Emdicu, çocuk set görünüşü başlattı. Yok adaş, bombaydı. Biz ularning ko'ziga set görünsek bombaydı. Toğra, şunun için biz güzelliğimizi meblağ silişimiz gerek. Toğra, biz bu güzellikni setip bilishimiz kerak. Toğra, adaş, biz hazırlı bazağı verip bak o, şunlarınkine kiyimler erimizin közüden tazaşı. Ot çıkırıyteyle. To'g'ri, shunday qilaylik adash, chira. Adash, oldindan yo'sin tuzashga boraylik. Ben kapığımı kestireyim ki. Undan so'ng chiroyini topqizay. Ben bunun için iyiyiz. Undan so'ng kalkimni chekdi. Makla. Rahmet.